Assalomu alaykum hammaga. Qabziyat, bavasil, ich qotish bu kasalliklar haqida gaplashamiz. Qisqa qilib aytaman. Chunki to'liq to'xtalmayman. Mana shu masalan qaysi ichak faoliyatini yaxshilaydigan bavasil vaqtida bavasil bo'lgan bemorlar qanaqa qilib ichak harakatlarini yaxshilaydi, nima qilsa tezroq tuzaladi, ana shularni aytib o'taman. Qisqa qilib aytaman, chunki hamma joyda masalan bor. Masalan, olxo'ri deb aytaman. Olxo'ri qanaqa qilib ichak faoliyatini yaxshilaydi, ularni bilasizlar. Hamma joydan internetdan ma'lumotlar ola bilasizlar. Nima tarkibida nima bor, qanaqa vitaminlar bor. Shuning uchun ularga to'xtalmayman. Qisqa qilib aytaman. Men Facebookda sahifam bor. Facebookda so'rashyapti, juda ham qiynaldim bavasil vaqtida nima maslahat berasiz deb. Maslahat bermayman. Men nima foydali, nima zarar shuni aytaman. Yeyotgan ovqatinglarga qaranglar. Nima ovqat yeyapsan deb so'raganlar aytayaptiki, kletchatga boy ovqat yeying deyapti, dukkakli yeying deyapti. Men lobiya, no'xat shunaqa boy bo'lgan ovqatlar yeyapman deyapti. Yo'q, mana shunaqa bavasil vaqtda, ichak harakati to'xtagan vaqtda no'xat yeyilmaydi. Loviya yeyilmaydi. Bular sog' odam bularni hazm qilishga qiynaladi-yu. Loviya, no'xat yozilgan. Internetga qarasangiz yozilgan loviya, no'xat deb. Bular yeyilmaydi. Bular qiynab yuboradi, ichakni harakatini to'xtatib, ishni gazga to'ldirib yuboradi. Battarga ishni, ichak harakatlarini qiynab qo'yadigan narsa. Bavasil bo'lgan bemorlarni qiynaydigan ovqatlar bular. Nima, qanaqa ovqat ichiladi? Yengil sho'rva ichiladi. Bunaqa vaqtda meva, masalan, olxo'ri dedim. Olxo'rini qoqisi bor. Olxo'ri yangi chiqqan, hali olxo'ri pishmagan bo'lsa, olxo'ri qoqisi bor. Olxo'ri qoqisini suvga solib qo'ysa, bir kundan oldin ertalabgacha yaxshilab suvi chiqib, yangi olxo'ridek bo'lib qoladi, vitaminlar uyg'onib. Ana shu yeyiladi. Bismillah deb bu bilan birgalikda halol ovqatlar yeyiladi. Ham Allohdan so'raladi. Mana shunaqa bu bir-biriga bog'liq bo'lgan narsalar. Undan keyin ho'l mevalar yeyiladi. Ertalab asal suv ichsa, asalli suv, iliq suv judayam ichak faoliyatiga, ichak harakatiga yaxshi foyda keltiradi. Ozgina limon qo'shsa bo'ladi ichiga. Koritsa deydi. Koritsa ham qo'shsanglar bo'ladi. Bular zararsiz bo'lgan narsalar. Imbirni, zanjafil, uni ham qo'sha bilasizlar ichiga. Iliq suvning ichiga. Bular ozginadan, ko'p emas, ozginadan. Undan keyin sport bilan muntazam ravishda shug'ullanish kerak. Sport judayam foydali bo'lgan, judayam kerakli bo'lgan narsa. Sport bilan shug'ullanish, yurish kerak. Newmakinni bir ko'rsatmasi bor. Mashq egzersiz ko'rsatgan. Ana shu mashq o'tirib, kichik bolalardek yurish. O'tirgan holda, oyoqlarni uzatgan holda, oyoqlarni bir-biriga yordam berib yuriladi. Chaqaloqlardek. Chaqaloq bolalar, kichkina bolalardek. Ana shu Newmakin deb yozsanglar, egzersiz shu bavasil vaqtida deb yozsanglar, ruscha ko'ra olasizlar. Ana shu egzersiz qilinadi. Yengil egzersiz bilan shug'ullaninglar og'ir vaqtida, bavasil og'ir
paytda, og'ir bo'lib turgan vaqtda. Ana undan keyin suyuq ovqatlar yeyiladi. Suyuq sho'rva, suyuq nima bo'lsa ham suyuq holda, ko'p emas, ozginadan guruchli suyuq ovqatlar tayyorlashinglar mumkin. Sabza yesanglar pishirib yeyishinglar kerak. Bavosil vaqtida ko'p yeyilmaydi, ozgina yeyiladi. Dam olish kerak. Dam olib, aqllicha yesanglar o'tib ketadi. Turshak, o'rik qoqisi. Bularni ham yangi o'rik bo'lmasa, bularni ham suvga solib qo'yib, yumshatib, ertasi kuni yesa bo'ladi. Yumshoq holda, uyg'ongan holda. Va kefir ham juda ham foydali. Ish harakatlarini yaxshilashda kefir droji bor, uni sutga solib qo'yib, uy sharoitidagi uy temperaturasidagi sutni ichiga ertalab uyib qoladi, tayyor bo'ladi. Ana shuni ichish kerak. Kechqurun yotishdan oldin zig'ir, havonchada tugilgan zig'irdan ozgina kichkina qoshiqda qo'shib ichsanglar, bu ham ichni surishiga, ichakni harakatlariga juda ham foyda. Ana shu zig'ir. Keyin zig'irni bir tugandan keyin tez ishlatib olish kerak. Uchuvchi yog'lar uchmaslik kerak. Ham zararli holga keladi bu ko'p turib qolsa. Tugdinglarmi, hamon kefirni ichiga qo'shib hamon ichilishi kerak bu. Ovqatlardan qato'li ovqatlar foydali. Har xil bor. Qato'v qo'shib, ozgina anaqa bilan guruch, un qo'shib qilsanglar, turk sho'rvasi bor, juda ham yaxshi. Mana shunaqa kasallik vaqtida ishtaha ochadigan ovqatlardan. Kabachka deymiz. Kabachka ham foydali, ham ishni yumshatadi. Mana shundan ovqat tayyorlasanglar ham bo'ladi. Ko'p ovqatlarni, mevalarni, sabzalarni bir-biriga qo'shmanglar, gaz qilib yuboradi ichakni. Bu sano daraxti, sanodan olingan yaproqlar. Sano beozor dorilar deymiz-u, lekin ko'ngil aynatadigan, ko'p ichib olsanglar ichni huzursiz qiladigan tomonlari bor. Shuning uchun sanoni ovqatga ozgina sepib, kichkina choy qoshiqni yarmida ovqatga sepib yesanglar bo'ladi. Osh qovog'i juda ham foydali, bu beozor. Buni sho'rvasini qilib ichsanglar, o'zini yesanglar ham pishirib, ichish harakatini, ichak peristaltikasini yaxshilaydigan. Ich qotgan inson gemoroy bo'lmagan bo'lsa, faqat ich qotib, shu ich qotish bezovta qilayotgan bo'lsa, anjir yeyish tavsiya qilinadi. Chunki anjir haqida hadis sharif bor. Deyiladiki, agar jannatdan kelgan mevani aytishim kerak bo'lganida, anjirni aytgan bo'lar edim. Chunki jannat mevalarining guli yo'q. Basur, ya'ni gemoroy va suyak bo'g'imlari kasali bo'lganlar bu mevalarni yeyishsin deyiladi hadisda. Anjir jigar, taloq, buyrak bularnidagi tiqilimlarni ochadi, ichaklarni ishlatib, begona mikroblarni chiqarib yuboradi. Sog'lomlarini, begona mikroblarning o'rniga sog'lom mikroblar kelishini yo'lga qo'yadi. Saraton kasalini oldini oladi. Yangi anjirni yuvmasdan po'sti bilan yeyish kerak. Mikroblar bo'ladi, foydali mikroblar ust tarafida. Yuvish kerak bo'lsa, yuvilgandan keyin 3-4 soat quritib qo'yish kerak uni. Ustidagi foydali mikroblar ko'paysin deb. Haftada 1 yoki 3 kuni faqat anjir bilan o'tkazsa ham juda ham foydali.
lekin bavosil bo'lmasa, chunki urug'lari bor, bezovta qilishi mumkin. Taomdan avval qovun, tarvuz yeyish shifodir deyilgan yana bir hadis sharifda. Taomdan avval qovun, tarvuz yesangiz ish kelishi yaxshi bo'ladi. Bular tavsiya qilinadi. Bundan tashqari kefirni ichiga mana shunaqa ukrobdan to'g'rab yesanglar ham bo'ladi. Kefirni ichiga yoda yo'urt, uy qatug'ini ichiga mana shunaqa to'g'rab yesanglar bo'ladi. Ko'p yeyishinglarni tavsiya qilmayman. Ozgina-ozginadan yeyish kerak. Ko'p birdaniga biroz tuzalib olgandan keyin, yaxshi bo'lib bemor tuzalgandan keyin yeyiladi. Undan keyin ana shular aytadiganlarim. Og'rib yurgan bemorlar bu videoni tez suratga olib yuboray dedim, chunki Facebook'dan judayam ko'p savollar so'rashyapti. Mana shunaqa degandan keyin bu videoni tez chekib yuboray. Ozgina yordamim tegsin dedim. İçmeyler şu no'xat, dukkakli o'simliklari yemanglar. Hani no'xat, loviya bular qiynab yuboradi insonni. Aytadiganim shu, birda shu anaqa bor. Incir mevasi. O'zbekistonda bormi bilmayman hozir qanaqa sharoit. Hamma joyda bor bo'lsa kerak. İncirni danaklari, urug'lari, ichidagi urug'lari bavosil vaqtda insonni qiynaydi. Qattiq bo'lgani uchun. Shuning uchun bavosil tuzalgandan keyin yeb yursa bo'ladi u incirni. Ichakni yaxshilaydigan narsalardan biri. Chunki hadis sharif bor, incir yeyishga buyurilgan hadis sharif bor. Jannat mevalaridan biridir. Shuning uchun incir, zig'ir bularni sarimsoqni sog'lom tuzalgan insonlar, tuzalgan vaqtingizda bavosildan biroz qurtilgan vaqtinglarda yesanglar bo'ladi. Yana bunaqa vaqtda eng foydali o'simliklardan bittasi jambul. Jambul bo'lmasa tog' rayhon. Ham oshqozon, ham ichak, ham bavosil bularga foydasi judayam katta. Bavosilga nima foydasi bor? Ichak yaxshi, oshqozon yaxshi ishlagandan keyin ichak yaxshi ishlaydi va o'z navbatida bavosil ham bezovta qilmaydi. Bu jambulni o'tgan videolardan nimaga foydali, qanaqa foydasi bor ko'rib olishinglar mumkin. Men aytgan narsalarning hammasini mana shunaqa dedi, men buni qilishim kerak demanglar. Qiladigan bo'lsanglar, buni uygulaydigan bo'lsanglar, doktoringlarga so'ranglar. Chunki hammaning organizmi har xil tepki beradi. Shuning uchun doktordan so'rab, o'zinglarning doktoringlardan so'rab, keyin bunga o'tishinglar kerak. Hammangizga Alloh shifo bersin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.